san'atga baxshida etgan inson, tinib tinchimas ijodkor, jo'rnavozlik borasida katta mahorat va iste'dod egasi. Kasbiga sadoqatini har jabhada namoyish etyapti. Bitiluvchan, juda ham maqsadga erishuvchan. Bu inson yaxshi jo'rnavoz, yaxshi mutaxassis. Shuhrat medali sohibasi Surayyo Tillaxo'jayeva. Shu san'at sohasiga qo'shadigan hissasi bebaho deb o'ylayman. Darhaqiqat, Surayyo Tillaxo'jayeva tom ma'nodagi san'at fidoyisi, yuksak bilim va tajriba egasidir. Uning hayot yo'li san'at va uning ravnaqi bilan bog'liq desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Chunki men 1-sinfga o'qishga kirganimda, u paytda hali endi ochilgan payti edi, 60-Gler maktabi. U paytda bog'chalarga borib tanlab kelishardi-da. Iqtidorini tekshirib, chapaycharishib, tekshiradi. Bizning bog'chamizga Samarqand darvozada 29-bolalar bog'chasiga borganimizda hammani tekshirib, bitta meni shu qabul qilishgan. Shu Adam rahmatli o'z qo'llari bilan olib kelib, shu yerga meni 1-sinfga maxsus fortepiano bo'limiga o'qishga qabul qilganlar. Surayyo Tillaxo'jayeva 1955-yil 13-mart sanasida Toshkent shahridagi Samarqand Darvoza mahallasida ziyoli oilada dunyoga kelgan. Bizda oilada 4 qiz, 3 o'g'il. Hamma o'zini o'qitganlar. Opam, akam, ukalarim, singillar hamma o'zini neslarni bitirganmiz. Otasi san'atni qadrlagan va uni tushungan inson edi. Ota-onalari 7 farzandni o'qitib, uy-joyli qilish bilan birga ularga odamiylik tushunchalarini chuqur singdirdi. Kasbni sevish va unga fidoyilik bilan yondashish zarurligini bolalik chog'lardanoq anglatdi. Shukr qilish eng katta ne'mat ekanini tushuntirdi. San'at yo'lini tanlagan Surayyoni imkon qadar qo'llab-quvvatladi. Men juda baxtliman. Nega deganimiz, 3-kursga turmushga chiqqan bo'lsam, 4-kursda qizim dunyoga keldi. Qaynonam rahmatli, juda ajoyib odam edilar. Juda ham inson edilar. O'sha paytda menga o'qishni davom ettiring, tashamang, bolangizni o'zim boqib beraman deb Siyni Malikaxon bilan qaynonam keluvliksa bolamni shunda 1 yosh bo'lmasdan o'zi tashab o'qishga tushib ketganman. Oilani qadrlagan ota-ona 2 o'g'il, bitta qizni tarbiyalab, uyli joyli qildi. Sababi Surayyo Tillaxo'jayevaning kasbiga bo'lgan qarashlari yuksalishida asosiy vosita ana shu oila. 1963-yil Gler nomidagi respublika ixtisoslashgan musiqa maktab-internatining fortepiano yo'nalishi bo'yicha 1-sinfiga o'qishga qabul qilinadi. Surayyo Tillaxo'jayeva o'zining tirishqoqligi, harakatchanligi bilan maktabda tez tanila boshladi. Surayyo opa mendan bir 3 yosh kattalar. Birgalikda shu maktab davrimiz o'tgan. Shu maktab davrlaridan boshlab Surayyo opa o'zlarini juda ham tiluvchan, juda ham maqsadga erishuvchan bir mas'uliyatli o'quvchi qiz bo'lib o'zlarini tanitganlar. Birinchi ustozimiz Sabiy Abdullayev Zakirov rahmatli bo'lib ketdilar. 1-sinfda ham o'tirganimizda asosiysi bizda chetka degan narsa bor, ya'ni notani qo'yganda o'zidan o'zi o'qib ketish degan juda qiyin. Mana 1-sinfdan shunga o'rgatganlar. 3-sinfdan mana Moskva davlat konservatoriyasining professori Angelina Daniyelovani o'tkazishdi. 11-sinfgacha o'sha ustozdan dars oldim. 3-sinfdaligimdayoq o'zimizdan respublika bo'yicha gastrol safarlarda bo'ldik. Orkestr bilan chaldim, o'zim alohida fortepianoda o'tirib chaldim. Undan tashqari Pribaltika mamlakatlariga, Latviya, Litva, Vilnius, Xarkov, Ukrainaga, Kiyevlarga, Odessalarga, Moskvalarga, Leningradlarga borib, har xil tanlovlarda qatnashib, yaxshi o'rinlarni olib kelganmiz. Bunga asos bular fortepiano bo'limining o'quvchilari edi. Shu 8-esimda 8-sinflardan boshlab bularni iqtidorini sezgan holatda mana O'zbek xalq cholg'ular bo'limini o'qituvchisi bo'lsam, mana shu bizning O'zbek xalq cholg'ular bo'limida O'zbek xalq cholg'ular orkestri mavjud. Mana shu rahmatli ustozimiz Mirusmonov Farruh Mirusmonovich
tavsiyalari bilan mana shu orkestrga solist sifatida shu Surayyo opani olganlar. Hattoki shu Moskvada bo'lib o'tgan Kremllar zalida o'zlarini iqtidorliklarini namoyish etib kelganlar shu orkestr bilan birgalikda. 9 yoshdan boshlab yozda ustozlari bilan turli xil xizmat safarlarida ishtirok eta boshladi. Sinfda olgan bilimlarini amaliyot bilan mustahkamlaydi. Maktabimizni tugatgandan keyin O'zbekiston davlat konservatoriyasi. U yerda ham iqtidorli, istedodli student sifatida o'zlarini tanitdilar va konservatoriyani tugatib o'zimizning qadrdon Gilyer musiqa maktabiga pedagog, jo'rnavoz sifatida ishga qabul qildilar. Albatta, maktabdanoq maqsadi aniq bo'lgan Surayyo keyingi faoliyatini ham bevosita san'at bilan bog'ladi. U 1973-yil O'zbekiston davlat konservatoriyasiga o'qishga qabul qilingan. Uning keyingi hayot yo'li butunlay ijod bilan, san'at bilan chambarchas bog'landi. O'qishga qabul qilingan birinchi kursdayoq shu maktabga meni chaqirishdi ishga. Shu yerda mana 50 yil davomida shu maktabda ishlayapman. 4-kursga o'tganimda konservatoriyada organ sinfi ochildi. Organ sinfida bitta men o'qishni boshladim. Shu 2 yil ichida organ chalishni ham o'rgandim, chunki eski Toshkent davlat konservatoriyasida kichik zalimizda organ o'rnatilgan bo'ladi. Organni chalish juda qiyin, chunki uni nafaqat qo'li bilan, oyoqda ham pedal bo'ladi. Oyoq bilan qo'l baravarlikda olib ketish kerak bo'ladi. Shunaqa qilib o'qishimni tugatdim. Ilk mehnat faoliyatini o'zi o'qigan maktabdan boshlagan Surayyo Tillaxo'jayeva qariyb 50 yildirki shogirdlar qurshovida. Musiqa ijrochiligi san'atida muhim bo'lgan bir bo'g'in bor. Bu bo'g'in jo'rnavozlar hisoblanadi. Mana shu musiqiy asarni tayyorlab, pishitib, sahnaga olib chiqishda birinchi navbatda jo'rnavozning vazifasi juda ham muhim hisoblanadi. Mana masalan, har qanday bir sozanda deylik orkestr bilan asarni ijro etaman deb orkestr bilan repetitsiya jarayoniga kelguncha u demak sahna ortida bir necha oylar davomida, kerak bo'lsa yillar davomida jo'rnavoz bilan ko'plab mashg'ulotlarni olib borgan bo'ladi. Mana shunday paytda tajribali jo'rnavozlarning vazifasi muhim hisoblanadi, chunki jo'rnavoz mana shunday bir asarni shunday chalish kerakki, sozanda uning ijrosida butun bir orkestrning musiqiy matosini va ijodiy dunyosini his etish kerak. Konsertmeyster jo'rnavozlar to'g'risida ko'pchilik tushunmaydi-da, bu nima deb. Biz ham o'qituvchidan farqimiz biz sahnaga chiqib chalamiz. O'qituvchi o'rgatadi, biz sahnaga chiqamiz-da. U bu yillar davomida ko'plab ijodiy safarlarda bo'ldi. Respublikamizdagi 1999-yildan 2007-yilgacha o'tkazilgan barcha musiqiy tanlovlarda o'z shogirdlari bilan ishtirok etib, turli diplom va mukofotlar egasiga aylandi. Bular ustoz jo'rnavoz birinchi o'rinda turadilar. O'zlarining shogirdlariga ham juda ko'p ochiq mahorat darslar beradilar. O'zlarining darslariga taklif etadilar yosh jo'rnavoz ustozlarimizni. Shu sahnada juda muqaddas deyishadi-yu. Shu sahnada men o'zim vaqtimni juda baxtli his olaman, chunki mana orkestr bilan chalgan o'zbek xalq cholg'ulari bilan rahmatli bo'lib ketgan kompozitor Georgiy Mushel, Fattoh Nazarov asarlarini shu masjidda chalganimizda kompozitorlarning o'zi kelib meni sahnaga chiqib gul bilan tabriklab, "Mani asarimni juda chiroyli qilib chalding" deyishgan. Men juda baxtliman. Shu o'zbek kompozitorlarining tirikligida shularning qo'lidan gul olish men uchun juda baxt. Undan tashqari simfonik orkestr bilan ko'p asarlar chalganman. Men o'ylaymanki, shu pianinoni o'qiyotganlar, chalayotganlar orkestr bilan chalganda o'sadi. Chunki orkestrda uni mahorati o'sadi, ansambl bilan chalishni o'rganadi. Jo'rnavoz o'qituvchi Surayyo Tillaxo'jayeva hamisha izlanishda, harakatda. U har bir shogirdiga onadek mehribon, kezi kelganda qattiqqo'l ustozdir. Men Surayyo opani juda ko'p yillardan beri bilaman. O'zim o'sha Gilyer maktabida o'qib yurgan paytlarimdayoq Surayyo opa o'sha paytlarda
juda ko'plab shogirdlari bilan sahnaga chiqib asarlarni ijro etardilar va o'sha paytlarda ham Surayyo opani o'zini kasbiga bo'lgan vafodorligi, mehr muhabbati, sadoqati yaqqol sezilib turardiki, u mana shu royalni oldida o'tirgan paytda yoki pianinoni oldida o'tirgan paytda mana shu cholg'uni birinchi navbatda sevishi ko'rinib turardi. Ikkinchi navbatda u san'atni, musiqa san'atini qadriga yetishi ko'rinib turardi. Mening tushuncham bo'yicha fidoyilik bu shunday insonki, boshqalarning manfaatlari uchun o'zlarining manfaatidan kechib, kerak bo'lsa o'zini hayotidan ham kechib, boshqalar uchun yashash, boshqalar uchun mehnat qilishni tushunaman. Avvalambor shu fidoyilikni. Mana shunday fidoyi ustoz jo'rnavozlardan biri mana shu Surayyo Qahhorova Tillaxo'jayeva bo'ladilar. Hozirgi vaqtda 50 yil mobaynida ish faoliyatlarini olib kelmoqdalar. Bizning maktabimizda mana shu yillar davomida necha yuzta shogirdlar yaratdilar desak bo'ladi. Surayyo ustoz menga 5 yillardan beri konsertmesterlik dars beradi, pianinoda. O'rgatadi, birga chalamiz, jo'rnavozlik qiladi. Bu ustoz menga shu paytgacha erishgan hamma yutuqlarimga ustozni katta hissalari bor va ustoz bilan men chet davlatlarga birga chiqib kelganman. Bu chet davlatlarga chiqqan paytimda yutuqli, yaxshi o'rinlarni olib kelganman, faxrli o'rinlarni. Hozirda institutga kirishga ball oldim. Ustoz shu yoshlarga qaramasdan bizlar bilan billama-billa u yoqqa bu yoqqa chopib orqamizdan yurib kerak bo'lsa o'rgatganlar. Gileridagi menimcha eng yaxshi ustozlardan bittasi hisoblayman, konsertmesterlar ichida. 2000-2003 yillarda eng yaxshi konsertmeyster bilan taqdirlandi. Bizani ham o'zini farzandidek ko'rib, har doim yonimizda turib, har sohada yordam beradi. Faqat konsertmesterlik emas, asosan spesimizdan ham, chunki yoshlari katta bo'lganiga yarasha mahorati kuchliroq. Kuylarni chalishda, ularni tushuntirishda, ularni qanaqa chalinishi, taktikalari hammasini ustoz o'zi yaxshilab tushuntiradi. O'shanda biz yana ham kuylarni mukammal chalamiz. Bu spes, konsertmester ham undan tashqari pianino o'zimizning darslarimizdan ham ancha yordamlab beradi. O'zining sohasidan tashqari ham ko'p narsalarni juda yaxshiroq biladi. Qolganlarga nisbatan, yosh ustozlarga nisbatan mutaxassisligidan tashqarida har sohada o'rgatdi, yordam berdi, hamma joyga ko'rsatdi, aylantirdi, o'zi hamma sohada yordam berib keldi. Borgunimizcha ham, qaytgunimizcha ham o'zimizni onamiz deb o'zini bo'yniga bizani mas'uliyatimizni olgan holda bizlarga ko'p yordamlar berdi. Chet davlatlarda ham. Yosh sozanda bilan chalmasin, mana shu yosh sozandagi musiqani nihoyatda bir qulay bo'lishini ta'minlash va o'sha sozandagi qulay ansambl muhitini ta'minlash borasida juda ham katta tajribaga ega. Yillar o'tib, hozir ham Surayyo opa mana shu kasbiga sadoqatini har jabhada namoyish etyapti. Shogirdlari uchun, mana shu maktabimizning sha'ni uchun, shogirdlarimning kelajagi uchun shiori asosida ish olib borayotgan ustoz opa bular.
Surayyo opani vazifasi nafaqat talaba bilan o'sha mashg'ulotlarda, ya'ni pedagog tomonidan rahbarlik qilib o'tiladigan mashg'ulotlarda, deylik, fortepiano chalib, ansambl hosil qilishni yaratish, balki mana shunday talaba bilan birgalikda asarni pishitib, uni sahnaga olib chiqish va sahnada, albatta, sahna bu boshqacha muhit hisoblanadi. Har qanday o'quvchi, deylik, sinfda qanchalik qo'rqmasdan o'ziga amin bo'lib chalgan bo'lsa, sahnada birozgina mana shu qo'rqinch paydo bo'ladi. Sahnada qanaqadir xavotir paydo bo'ladi. Shunaqa paytda u o'sha sozanda o'quvchiga, deylik, yonida yo'ldosh bo'lib, yonida yordamchi bo'lib, unga o'sha sinfda his etgan halovatini beradigan bir haqiqiy inson va sozanda sifatida men uni taniyman. Uning qilgan va qilayotgan ishlari musiqa san'ati rivojida o'ziga xos o'rin egallagan. U jo'rnavozlik maktabini yarata olgan inson. 100 dan ortiq laureatlar chiqardik, birga ishlashib, ustozlar bilan birgalikda. Borgan shaharlarim juda ko'p shaharlarga, Fransiya, Italiya, Germaniya, Rossiyaning hamma shaharlariga, Moskva, Leningrad, Krasnoyarsk, Vilnius, Yalta, Simferopol, juda ko'p mamlakatlarda bo'lganmiz, juda yaxshi qabul qilishadi. O'zbekistondan deydi, olib kelgan o'quvchilaring juda qanaqadir sahnada chiqqanda boshqacharoq chalishadi, muzikani juda his qilib chalishadi deydi. Bizda shu narsa kamroq deydi. Biz havas qilamiz o'quvchilaringizga. Bizda ham shu o'quvchilar shunaqa berilib chalsa, eshitgan muzikani ichimizdan titroq bosib ketadi. Shunchalik berilib chalishadi deydi. Haqiqatan bizning o'quvchilarimizni hammasida shu taraflar sahnaga chiqqanda o'zini dadil, bemalol qo'yib o'z ijrosini, mahoratini ko'rsata olishadi. Har qanday sozanda bilan ishlash asnosida ular oxir-oqibat juda ham yirik bo'lgan mana xalqaro tanlovlar, respublika tanlovlariga borishadi. Respublika xalqaro tanlovlarda albatta notanish bo'lgan sahnalarga chiqishadi. Ana o'sha notanish sahnalarda notanish bo'lgan mana royallar, notanish akustika, notanish tomoshabinlar, notanish muhitga kirganingizdan keyin gohida bilgan narsangiz ham esdan chiqib qoladi. Albatta, yosh bolani, yosh kadrni, yosh sozandani tarbiyalashda bu narsani ham inobatga olishimiz kerak. Mana shunaqangi o'zini kasbini, psixologiyasini, o'zini kasbini mana shunaqangi professional qirralarini yaxshi tushungan Surayyo opa juda ham ko'p yillardan beri jo'rnavoz bo'lib ishladi va ishlayapti ham. Yaqinda Aktau shahrida bo'lib o'tgan Turksoy mamlakatlarining tanloviga borib keldik. Juda ko'p mamlakatlardan qatnashdik. U yerda Gruziya, Ozarbayjon, Turkiya, O'zbekiston, Turkmaniston, Boshqirdiston, juda bir 11 ta mamlakatlardan qatnashdi. Shunda Zayniddin o'quvchim nayda chalib Grand Prix sohibi bo'ldik. Men 7 yildan beri nay cholg'usini ijro qilib kelaman. Ustozim Tillaxo'jayeva Surayyo ustoz menga jo'rnavozlik qiladilar. Shu vaqtgacha xalqaro va respublika ko'rik tanlovida doim birga ijro qilib kelamiz. Ustozim menga ko'p yaxshi maslahatlar, ko'p yordamlar bergan. Yaqinda avgust oyida bo'lib o'tgan Qozog'iston Respublikasi Aqtau shahrida bo'lib o'tgan konkursda qatnashib, faxrli Grand Prix sohibi bo'ldim. Surayyo opa juda ham talabchan inson. Bilasizmi, musiqa pedagogikasida shunday bir sifat kerakki, deylik, yosh ijrochi o'quvchini, masalan, gohida kayfiyati bo'lmay qolishi mumkin, gohida qo'lim og'ridi, barmog'im og'ridi, boshim og'ridi, qornim ochdi yoki bo'lmasam uyquga to'ymadim deyishi mumkin-da. Mana shunaqangi bir qiyin paytlarda o'sha yosh sozandani tarbiyalash, unga bir yaxshi kayfiyatni bajo etish va uni yaxshi kayfiyatga sozlash borasida albatta jo'rnavozni vazifasi juda ham muhim hisoblanadi va Surayyo opa shu paytgacha mana juda ham son sanoqsiz yosh ijrochilarni tarbiyalab, mana shunday bir katta sahnaga birgalikda chiqqan bo'lsa, u har bittasiga kayfiyat bag'ishlay olgan. Har bittasiga mana shu asarini chalishi uchun bir umid, maqsad hissini bag'ishlay olgan inson deb hisoblayman-da.
ilm degan elda e'zoz topishi rost deganlaridek 2009-yilda xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan bo'lsa, 2017-yil shuhrat medali sohibasi bo'ldi. Bunday e'tiroflardan tashqari Surayyo Tillaxo'jayeva ko'plab xalqaro mukofotlar sovrindoridir. Sahnada hayajon bosdi meni. Ustoz o'shanda aytdilarki, menga hech nimadan qo'rqmagin, faqat shu narsani o'ylaginki, ota-onang seni kutmoqda. Ota-onang senga ishonch bildirgan. Hayajonlanmasdan, Xudo xohlasa O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, yaxshi o'rinlarni olib qaytamiz deb maslahat berdilar, ko'mak berdilar. Nima desam bo'ladi? Motivatsiya berdilar desam ham bo'ladi. Yaxshi yordam berdilar. O'shandan keyin o'zimga kelib ancha hayajonimni yo'qotdim. Ustoz shogirdlariga, o'quvchilariga juda ham mehribon, ko'p yordam beradilar. Tarbiyaviy jihatdan ham yaxshi tarbiya olganmiz ustozdan, ko'p narsalarni o'rganganmiz. Bitta albatta Surayyoning roli kattaligi sababi u o'quvchi bilan ishlangan, o'qituvchisi bilan birga ishlangan bo'lsa, endi u yoqqa faqat o'zlari ketdilar. O'sha yerda sahnaga chiqqanda, sahnaga chiqishdan oldin baribir motivatsiya beradigan Surayyo bo'ladi. Sahnada o'zini tutishi, asarlarni qanaqa ijro etish kerakligini baribir eslatib, sahnada hamkor bo'lib turadilar, dalda bo'lib turadilar, orqasida chaladilar-ku. Ana shu jihatlaridan juda mukammal egallaganlar o'zlarining sohalarini. Jo'rnavozlikni murakkab tomonlari shundaki, jo'rnavoz hamisha o'zining ijrochilik mahorati ustida ishlash kerak. Chunki yangi asarlar keladi. Yangi asarlarni deylik birinchi marta notadan ko'rib chalish albatta o'ziga yarasha murakkabliklarni tashkil etadi. Mana shuning uchun ham Surayyo opa tinmasdan deylik o'sha 50 yilga yaqin, balki undan ko'pdir, mana shu hozirgi kunda ulug' yoshga yetdilar. Surayyo opa hali ham o'zini ustida ishlaydigan sozanda sifatida bizni respublikamizning eng yetakchi jo'rnavoz sozanda ustozlaridan hisoblanadi. Surayyo Tillaxo'jayeva deganda biz maktabimizni bir onaxon san'atkorlaridan hisoblaymiz. Chunki mana shu ulug' yoshlarga yetgan bo'lsalar ham hozirgi kunda fortepianoda o'quvchilarimizga jo'r bo'lib tanlovlarga olib chiqishda o'zlari harakat qilib, o'qituvchi bilan birga ijodiy birdamlikda ish olib borib, juda ko'p laureatlarni chiqarganlar. Uni hozir sanaydigan bo'lsak, son sanoqga yetib bo'lmaydi. Men bir narsani aytmoqchimanki, jo'rnavoz sozanda bo'lish bu har kimga emasda. Chunki musiqa asarlari ham juda ham ko'plab, deylik o'sha jahon klassikasi bor, deylik qardosh mamlakatlarimizning musiqa asarlari bor, O'zbekiston kompozitorlarining asarlari bor, yoki bo'lmasam o'zbek xalq musiqasini mana shunday soz, cholg'u va fortepiano uchun qayta ishlangan variantlari bor. Mana demak, musiqani turli yo'nalish va uslublarini yaxshi biladigan, yaxshi his etadigan va uning ijrochiligiga shunaqangi bir mohirona yondashadigan
san'atkor deb hisoblayman. Menga sahna, muqaddas sahna menga qanaqadir kuch-quvvat beradi, emotsiya beradi, turtki beradi. Shuning uchun men hech qachon tark etmasman, Xudo xolasa tanlovlarni. Davoman ketma-ket tanlovlarda 5-sinfga kelgan bolalarni iqtidorini bilib qolsam, o'shani to bitirganda nima asar chalishimizga, qanaqa tanlovlarga borish, o'sha 5-dan to bitirguncha shu narsa hayolimda o'taveradi, shunga katta ahamiyat beraman. Ijodkor insonlarda doimo bir qanaqadir samimiyat, bag'rikenglik, rahmdillik, yaxshi fazilatlar bo'ladi. Chunki bu insonlar o'sha qalbidagi yaxshi fazilatlardan kelib chiqib ijod qilishadi. Surayoxon butun umr xalqqa xizmatida. Yana o'sha xalqaro ko'rik tanlovda ishtirok etishlari, aytaman, Surayoxon qachon vaqt topasiz bunga? Baraka toping deb. Endi o'zini ishini yaxshi ko'rgan inson, o'z kasbini ustasi hamisha albatta ana shu chiroyli bir o'zidan yaxshi nom qoldiradi deb o'ylayman. Oilalar ibratli insonlardan hisoblanishadi. Muxtor akam bilan ancha yildan beri birga umr guzaronlik qilishadi. Uning oilasi har jihatdan mahalla uchun namuna bo'ladigan ahil va kamtar oilalardan. Farzandlari el koriga yaraydigan, halollikni o'z vazifasi deb biladigan insonlardan. Shu boisdir qilgan ishlari hamisha el e'tiborida, shogirdlar nigohidadir. insonlar bilan mana shu kollektiv bilan birga juda yaxshi hamkorlik qiladilar, til topishishadi. Yosh konsertmeysterlarimiz bor. Ko'p konsertmeysterlarimiz, o'qituvchilarimiz o'zimizni bitirgan o'quvchilarni ishga olamiz. Ana shuning uchun ham ular o'zlari yoshligida tarbiyasiga hissa qo'shgan bo'lsalar, konsertmeysterlik, jo'rnavozlik qilib olib borgan bo'lsalar, ularni endi o'quvchilar bilan birga hamkorlikda ish olib boryaptilar. Juda katta hurmatga egalar. Bular nafaqat mehribon ustoz, jo'rnavoz shogirdlariga, o'zlarining oilalarida ham juda ham katta o'rinlari bor. Mehribon ona, mehribon buvijon, o'g'il qizlari bor, juda ham yaxshi tarbiya ko'rishgan. Hamma farzandlari mana shu o'zining hayotida o'z o'rniga ega bo'lgan. Biz faqat havas qilamiz bu ayolga. Oiladagi ahillik, er-xotin o'rtasidagi mehr, muhabbat, mana shu bolalarga bir ko'zguda endi ota-onadan ko'zgu bo'lib farzandlarga o'tadi. Shu kungacha bilan oilalardan biror bir e'tiroz bo'lmagan. Farzandlar o'rtasidagi ahillik, kelinlar o'rtasidagi ahillik hammani albatta ibrat qilib ko'rsatamiz. Kelinlar bilan juda ham hurmat qilishadi, xizmatlarini qilishadi. Ko'rib albatta havosingiz keladi. O'ylaymanki, oila uchun eng asosiy narsa bu tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik. Bu narsa bizning oilamizda mujassam. Xudoga shukr. Ota-onam bir-biriga mehribon. Surayoxon mahallamizdagi eng hurmatli insonlardan hisoblanadi. Bu insonni kamtarliklari, oilalaridagi o'rnilari, er-xotinni bir-biriga bo'lgan munosabati, farzandlarning ahilligi, kelinlarning ahilligi albatta mahallamizni quvontiradi. Mana shunday oilalar ko'p bo'lishini xohlaymiz. Surayoxon mahallamizdagi o'sha jamoat ishlarida faol qatnashadilar. Mana madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazamiz. Bir vaqt mana bir o'sha bolalarimizga o'sha pianinodan to'garaklar ochdik, ularga ham bir chiroyli saboqlar berdilar. Biz juda ham xursandmiz, beminnat xizmat qilib beradilar. Tan joylari sog' bo'lsin. Men Surayopamni bugun mana shunday bir xalqqa, elga o'zlarining o'sha shogirdlari orqali, hamkasblari orqali va xususan men ham shunday demoqchimanki, bu opamizni bugungi qiladigan shu san'at sohasiga qo'shadigan hissasi bebaho deb o'ylayman. 70 yillik hayot yo'lini faqat san'at va ijod bilan bog'lagan Surayyo Tillaxo'jayeva shogirdlar e'zozida, farzandlar hurmatida-yu do'stlar nigohidadir.